Mana bu narsaga yaxshilab e'tibor bering. Menimcha buni ko'plar bilmasa kerak. Mana bu akkauntni bosib ko'rsak, dominant 23 rangi ko'rinyapti bizga. Bunga bossak esa as 3 rangi va gold pay bosadigan bo'lsak, dominant 11 rang ko'rinyapti. Lekin bu akkaunt bosadigan bo'lsam, kolleksiyasi, uyi, mana akkauntim va buyuk jang rangi ko'rinyapti. Va sal pasoqqa ham tushamiz. Pasoq qilishga mana bu akkaunt bosadigan bo'lsak, birinchi o'rinda o'zini lyubimchigi turibdi, ya'ni sevgan qizi va bu yerda keyin buyuk jangdagi nechta rang ko'targan, qaysi rangda, klass qaysi rangda qo'yib qo'ygan. Xo'sh, buni qanday qiladi? Men sizga buni o'rgataman. Siz bitta like bosib qo'ying va obuna ham bosib qo'ying. Biroz sassi gapingiz obuna bosgan bo'lsangiz, like bosgan bo'lsangiz, bo'lmasam biz ketdik. Birinchi o'rinda akkauntimizga o'tib olamiz va tepada 3 ta chiziq bor. Ana shunga bosamiz. Bosgandan keyin esa o'ng tomonda pastroqda ijtimoiy vizitka degan tugma bor, joy bor. Ana shu o'tgandan keyin va eng tepada ko'rishingiz mumkin qalamcha turibdi va tahrirlash degan yozuv bor. Ana shunga bosamiz. Men ham ko'rishingiz mumkin qo'yib qo'yganman. Har xil narsalarni vokardan, zavalarim, akkauntlar go'rdavala qo'yib qo'yganman. Va qo'ygandan keyin ko'rishingiz mumkin vokardan tepasida yana bitta tahrirlash degan qalamcha narsa turibdi va pastda ham shuncha narsalar bor. Biz tepaga bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin bu yerda alohida qilib qo'ygan va boshida esa общий qilib qo'ygan. Men общийni tanlayman. Va tepaga nima qo'ymoqchisiz, pastga nima qo'ymoqchisiz, hammasini mana shundan bemalol tanlab qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz отношениyangizdagi odamlarni, xohlasangiz kolleksiyangizni, rangingizni va vokartangizni va hokazolar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Mana tepaga men vokartani qo'yib qo'yganman va pastga nimadir qo'ymoqchi bo'ladigan past ko'tarasiz va pastda ham mana ko'rishingiz mumkin men qo'yib qo'yganman. Bemalol shunaqa tanlab qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun men nimadir o'zgartirmoqchiman hozir. Misol siz qo'ygan bo'lsangiz, o'zgartirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, shunchaki o'sha nimani tanlagan bo'lsangiz, o'sha ustiga bitta bossangiz bo'ldi. Misol uchun men hozir bosdim ustiga yo'qib qoldi, mana paydo bo'ldi. Hozir o'zgartirib qo'yaman va saqlab qo'yaman. Birinchi o'ringa zavani qo'ydim va buyukchalarni qo'yib qo'yaman. Nima qo'ysam, uydalarni qo'ysammikan? Ha, uyda qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. Uyda qo'yaman. Bo'ldi. OK deb bosamiz va ko'rishingiz mumkin o'zgardi. Menimcha video foydali bo'ldi. Videoni esa kimga yuborishni juda ham yaxshi bilasiz. Sizlar bilan shohidlik bo'ldi.